Assalomu alaykum. Men samolyotda uchishni xohlayman. Xuddi ana shunday so'zlarni 2 kun avval 115 yoshli Ro'ziboy bobo Sattorov viloyatimiz hokimiga aytgan edi. Bu orzuligicha qolib ketmadi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mana bunday oltin qanotli samolyot Qarshi shahriga qo'ndi va Ro'ziboy bobo Sattorovning orzusini amalga oshiradigan bo'ldi. Harbiy samolyot 115 yoshli askarini olib samoda uchmoqda. Ro'ziboy ota Xonobod aerodromida C-295 rusumli samolyotda parvoz amalga oshirilgani munosabati bilan taqdirlanadi. Harbiy samolyot yerga qo'ndi. Bir asrlik orzu esa amalga oshdi. 115 yoshli Ro'ziboy Sattorovga esa faxriy uchuvchi sertifikati topshirildi. U esa davlat rahbaridan juda ham minnatdor ekanligini bildirdi.